Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima gruppisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. o'n beshinchi qism. Keyingi qitim Immo bilan uchrashganimda biz hayot va bu hayotning meni nalaga olib tashlaydiganligi to'g'risida paranglashdik. Men Henry odamning ichidan yanadigan motorning ilmiy kuchi bilan ilohiy shaxslarning mavjudlik kuchini silishtirganligini esladim. Hozir ilmiy masalalar hal bo'ldi. Endi mavjudlik masalalarini o'ylashga vaqt kengri edi. Lekin ikkilisi doktorning xizmat doirasi ichida bo'ladi. Stanford ashiyasining men qiziqqan va men naq tushadigan tashqi kasalliklar doktori olimlik xizmat o'rni men og'rib qolgani to'liqlanib bo'pti. Umidlarim xonveran bo'lgan edi va uningga shundoq dedim. Mencha, dedi u. Bu doktorlik va professorlikni tanqiladigan xizmat jonga ekak. Lekin siz buni bilasiz. Afsuslandim. Shundoq, meningcha meni hayajonga solgan ilmiy tadqiqot turini 20 yilda aran tamomlag'ili bo'ladi. O qadar vaqtim yo'q ekan. Olim bo'lishga buncha qiziqib ketmayman. Tarjimondan Amerikada ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan professorlar yoki tadqiqotchilar olim deb qaraladi. Dedim men o'zimni bazlab. Baribir qilib qolgan bir necha yillik umrimda hech qancha tadqiqotni tamomlag'ili bo'lmaydi. To'g'ri deysiz, Pavel. Esingizda bo'lsin. Siz hozirning o'zidami qaltis ishlarni qilyapsiz. Qarang, yana qayta xizmatga kirishdingiz. Texi balliq bo'lish oldida tursiz. Siz o'z qimmatingizni topa oldingiz. Bunda qilish mushkul bir ish. Shu kuni kechda sobiq praktikant doktor va yaqin do'st bo'lmish bir yosh professor koridorda oldimni to'sdi. "Hay", dedi u. "Professorlar yig'ildirdi-chu, sizni qanday qilish haqida nurg'un mulohizlar bo'lindi." Meni qanday qilish? Qandaqsiga? So'rdim men. Qarasam, ba'zi professorlar sizning praktikant doktorlikni tamomlay olishingizdan ansirab qopti. Praktikant doktorlikni tamomlashning ikki sharti bor edi. Biri davlat va yerlikning bir qator talablariga yetish. Buni men o'rindab bo'lgan edim. Yana biri professorlarning ma'qulligiga erishish. Nima? Dedim men. O'zimning maqtug'im yo'q. Lekin men haqiqatan bir yaxshi doktor. Xuddi boshqa barliq bilaman. Lekin ularning sizning barliq mas'uliyatni ustingizga ilib, o'zingizning bosh bo'lib ishlagingizni ko'gisi bor ekan. Chunki ular sizga amroq. Men rostlayapman. Demisimi bu to'g'ri edi. Bir necha oydan beri men faqatla bir tashqi kasalliklar texnik xodimi bo'lib ishlab kelgan edim. Rak kasalimni bahona qilib, bemorlar oldidagi to'liq mas'uliyatimni ado qilmadim. Undaq degan bilan, bu bahona qaltis yaxshi bahona edi. Endi men bemorlarimga to'liq mas'ul bo'lib, ishga baldur kelib, kechda qaytishga boshladim. Burunqi 12 soat ishlaydigan kunlarimga yangidan 4 soat qo'shildi. Shunda qilib, bemorlarim qaytadan kallamdagi eng muhim ishga aylandi. Tunji 2 kunni ko'nglim elishib, badallarim og'rib, horg'inlik his qilib, faqat bo'lanmaganimda bekor karvatda ozroq uxlab yurib, baktasda o'tkazdim. Vaz kessam bo'ladigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Biroq 3-kuni badanimda hech qanday yaxshilanish alomati ko'rilmasa-mu, xizmatdan huzurlanishga boshladim. Bemorlar bilan aloqamni qo'yiqlashtirish menga qaytadan bu xizmatning ma'nosini his qildirdi. Operatsiya va yotoq tekshirish oraliqida ko'ngil elishga qarshi dorilar va g'ayri-steroidlik yolliqqa qarshi dorilarni yedim. Mayli qanchalik qiynalib ketsammi, men kasalxonaga to'liq qaytib keldim. Endi bo'sh kasal karavotida yotmay, to'van qarordagi praktikant doktorlarning kreslosida yetib, aram og'ash, ularga bemorlarimning holidan qanday xabar olish haqida yetakchilik qilatdim. Ba'zida dumbi muskul tortish kesilim yuqori pallaga chiqsa-mu, chidab turib, ularga dars so'zlaytdim. Jismoniy azoblarim qancha ko'paygancha, xizmatni tamomlagandagi xushalligimmi shuncha ko'payatdi. Tunji hafta oxirida bir uxlagancha uyg'onmay, to'liq 40 soat uxladim. Biroq men hozir nopuz bilan so'zlaydim. "Hey boshliq", deydim men. "Atik operatsiyalarni ko'rib chiqdim.
Birinchi bemor mengi sharcha orasi operatsiyasi qilinmoqchi ekan. Biroq meningcha cho'qi so'ngki postloq qavtidan operatsiya qilinsa, texmi oson va bexatar bo'ladi. Shundaqmi? Dedi mas'ul doktor. Men tekshirish natijasini qayta ko'rib chiqay, ha? Voy, shundaqkan-ku. To'g'ri debsan. Davolash planini o'zgartib beramsan? Atsi, men yana aytdim. Teshqmi apandim. Men Pavel. Men ig'ir kasallar parvish uyida palonichi apandi va uning oilasidagilar bilan ko'rishdim. Meningcha at umurtqa orliq taqsini kesib o'tib, besim tushirish operatsiyasi qilsak, hozir o'rlashtirsam bo'lamdi. Qachon vaqtingiz chiqa? Operatsiya xonadimi asldagi eng tez sur'atimga qaytdim. Sestra, po'kunichi bosh virasini chaqirib qo'yamsiz. U kirishdan burun men tugitib bo'laman. Telefon qildim. U sizni cho'qim tugitib bo'lolmaydi deydi. Bosh viraj hozirg'inicha yugunib kirib, operatsiyani ko'zdan kechirdi. Men kichik bir bulun kesib, vena irqtisidan agib o'tib, o'smini butunlay kesib olib dedim men. Vena irqtisidan agib o'tding? Shundoq ustoz. Bir qadamda kesib ilib oldim, ha? Shundoq ustoz, ko'rib baqsangiz bo'ladi. Yaxshi-ku. Bak yaxshi bo'ldi. Qachondan buyon bundoq tezlashib ketdim, ha? Kechirgan, baldir kasam bo'pti-kan. Hech qisi yo'q. Kasalning yomon yeri shuki, uning yo'liqqandan keyin qimmat qarshingiz izchil o'zgaradi. Nimaning siz uchun eng muhimligi haqida bosh qotirsiz, hamda javob tepish uchun yana to'xtamay bosh qotirsiz. Bu xuddi birov mening inovatli kartamni tatib olganda, ondan pul tejashni o'rganganimga o'xshash bir istak to'ylatdi. Siz balkim qimmatli vaqtingizni nervi tashqi kasalliklari doktori bo'lib ishlashga qaror chiqargansiz. Biroq 2 oydan keyin sizning xiyolingiz o'zgarib qolishi mumkin. Yana 2 oydan keyin siz balkim sakschilikni o'rganishga qiziqib qolasiz. Yoki o'zingizni cherkovga otib o'tgangiz kelishi mumkin. O'limga bir qitimliq ish. Lekin saqaymas kasal bilan yashash bo'lsa, bir uzun jarayon. Men tuyuqsiz qayg'uning inkor qilish, ochiqlanish, sulhiylashish, tushkunlik, qabul qilish qatorliq 5 bosqichni besib o'tganligimni tuyuqsiz his qilib qoldim. Deb kelsam, bu bir bema'nilik. Ammo men bu bosqichlarni ta'tir besib o'tibdiman. Diagnoz chiqqanda men o'limga tayyorlanib bo'lgan edim. Kayfiyatim yaxshi edi. O'limga hozir edim. Ondan tushkunlashdim. Lekin bu kasal tezli o'lib qolmaydiganligim aniq bo'ldi. Bu albatta bir xush xabar. Shundaqla kishini qaymoqtirdigan va ruhiy tushkunlikka duchor qiladigan xabar. Rakni davolash texnikasining ushqandak taraqqiy qilishi va statistika dokladlariga ko'ra, men yana 12 oy yoki 120 oy yashashim mumkin. Bundaq cho'ng kasallik kishiga hayotni cho'nqur to'ntib qo'ya bo'ladi. Biroq men o'lib ketadiganligimni bilaman. Buni men kasal bo'lishdan burunli biletdim. Mening bilimim burunqidekli bo'lsa-mu, ammo tushlik tomoqqa deyishmi, osmonga chiqqandek tasish bo'lib qolib turdi. Kashki o'zimning necha oy yoki necha yil qolganligimni bilsam edi. Kelgusida nima ish qilishim kerakligini aniq bilalaydim. Agar 3 oy vaqtdan qoldi degan bo'lsa, oilamdagilarga hamroh bo'lgan bo'lardim. Agar 1 yil vaqtdan qoldi deyilsa, bir kitob yozgan bo'lardim. Agar 10 yil berilsa, men doktorxonaga qaytib, kasal davolagan bo'lardim. Bugunni o'ylab yashadigan haqiqatning menga qilchima foydasi tegmadi. Bir kunni o'ylashim kerak bo'lsa, u kunda men zoda nima qilsam to'g'ri bo'ladi? Ma'lum vaqtdan keyin men hayot bilan sulhilashishga, ya'ni baho talashishga boshladim. Buni baho talish deb ketganim bo'lmaydi. Men xuddi "Ey taqdir, men bu siniqingni tushunmadim. Ammo sen aqidamni sinamoqchi bo'lsang, men shuni bildimki, mening aqidam bekli ojiz ekan. Sen nimishqa meni osonroq ish bilan, masalan, sandvichimdagi qiyamni yerga tushirish bilan sinamaysan. Aytqina, menga xuddi yadro bombasi siniqidek cho'ng sinoq berishingga ne hojat edi?" deydim. Talash oyoqlashib, g'ujida ochchig'im tutdi. Bir umr tirishib aram mushaga kelsam, acaba men beradigan javobing raqma? Endi men oxiri inkor qilish bosqichiga kelgandek qilaman.
balkim butunlay inkor qilishdi. Biror aniq yakun yo'q ekan. Balkim biz o'zimizni uzun yashaymiz deb faraz qilishimiz kerakdi. Balkim bu birdan-bir chiqish yo'limdi. Tekshirish natijasi chiqqan 9 oydan buyon men toki yarim kechagacha, hatto tong sahargacha ishladim. Asiyadim o'qish bitirish dedi. Badanim bardoshlik berolmay qelyotdi. Uyga qaytganda charchab ketganimdan tomoqmi yeyolmaydim. Men asta-asta ichayotgan Tylenol, bir xil ko'p ishlatadigan og'riq to'xtatish dorisi, g'ayri steroidlik yalluqqa qarshi dorilar va qusishga qarshi dorilarimning miqdorini ko'paytdim. Yo'tilim bag'ansir kuchayib ketdi. Bu balkim o'pkamdagi yomon sifatlik o'smining adab ketayotganligidan bo'lsa kerak. Men o'zimga yana natija devasamla praktikan doktorlik tugab, bir qadar tinish va erkin professorlik xizmatiga tushaman. Shundaq chidavatay g'ayrat qilay deb tasalli berib turatdim. Fevralda bir xizmat yuzturani ko'rishiga qatnashqili Wisconsinga bordim. Ular menga butunlay orzuyimdagi hammani taxlab berishni va'da qildi. Neurologiya tajribaxonasi qurishga ketadigan necha million dollarlik tadqiqot mablag'i. Men yetakchilik qiladigan klinik atirdi. Sog'lomlik ahvolimga asosan o'rlashtirilgan erkin xizmat vaqti. Mangulik taklif qilish sistemasi bo'yicha professorlik xizmati. Tarjimondan. Amerika oliy maktablarida professorlik xizmatiga qabul qilishda asosligi ikki xil sistema bor. Biri mangulik taklif qilish sistemasi. Bu sistem bo'yicha professorlik xizmatiga erishganlar odatda 6 yilgacha yordamchi professor bo'lib ishlaydi va qattiq baholash shartlarini hozirlab, fakultet baholash komitetidagi boshqa professorlarning yuqori bahosiga erishilsa, u holda mangulikka taklif qilish kuchiga ega bo'ladi va o'rinbosar professor, ya'ni muavin professorlikka o'stirildi. Shuningdan boshlab bir qonun va maktab qoidalariga ig'ir xiloflik qilmishi bo'lmasa, xizmat isbotisi qanday bo'lishidan qat'iy nazar pensiyaga chiqquncha qat'iy ishdan bo'shatilmaydi. Hatto bir oliy maktabda bu o'ringa erishgan bo'lsa, normalda boshqa oliy maktabga ko'chib xizmat almashtirmasimi, bu o'xshashlar kuchga ega bo'ladi. Shunga bu xoldagi professorlik xizmatiga erishishda raqobat bakli kuchli. Ikkinchi xili bo'lsa, g'ayri mangulikka taklif qilish sistemasi bo'lib, bu xil usulda professorlikka qabul qilinganlarni oliy maktab xohlagan vaqtda ishdan bo'shtalaydi. Hatto 10 yildan 15 yil ishlab bo'lgandan keyinmi xizmatdan ayrilib qoladigan ishmi bo'ladi. Shunga mangulikka taklif qilinish sistemasidek inovati yuqori bo'lmaydi. Ular hatto Lucy uchunmi yaxshi xizmat ta'minlamoqchi bo'ldi. Yuqori maoshliq yaxshi xizmat. Güzel manzara. Xuddi tushdak shahar. Esil boshliq. Ish qilib hamma narsa ko'ngildagidek edi. Salomatlik ahvolingizdan xabarim bor. O'sma kasallar doktoringiz bilan quyuq aloqangiz bor deyman, dedi fakultet mudiri. Agar davomliq mush yerda davomliman desangiz, biz sizning berib kelish chiqimingizni ko'taramiz. Bizning bu yerda nihoyat yaxshi rak tadqiqoti markazi bor. Bu yerda davolansangizmi bo'ladi. Sizni bu xizmatga texmi jalb qilish uchun men yana nima ish qilib bera olmayman. Imaning menga aytganlarini asildim. Men burun tashqi kasalliklar doktori bo'la olishimga qilcha ishonmaydim. Mana hozir bo'ldim. Bu xuddi mo'jizdek g'oyat zo'r o'zgarish edi. Men bu xil salohiyatimni as tutishga amalsiz qolgandimmi, imma har vaqt esida ching tutib ketdi. Bir necha yil burunla ko'nglimga pukkan va nishonim qilgan bir ishni amdilikda immo amalga oshirdi. U ruhimga mas'ul bo'lishdek axloqiy burchini qabul qildi va uni men o'zim mas'ul bo'laligidek holatga yetganimda yana menga qaytirib berdi. Men nervi tashqi kasalliklari praktikan doktorlari yetaladigan eng yuqori pallaga yetdim. Men hozir nervi tashqi kasalliklar doktori emas, balki ham doktor, ham olim bo'lish oldida turaman. Bu har bir praktikan tushudimi o'ylaydigan, lekin asosan hech kim yetib baxmagan bir orzu edi. Shu kuni kechki tomoqdan keyin mudir mashinasi bilan meni mehmonxonaga kelib qo'ydi. U yo'l bo'yida mashinasini to'xtatib, "Pavel, sizga bir narsani ko'rsatay", dedi. Biz mashinadan tushib doktorxonaga keldik. Ko'l yuzi muz tutgan bo'lib, qarshi qirg'oqdagi binodan onda-sonda chiroq nuri chaqnab turardi.
Yozda ishqi suv uzib yoki kiyim haydabmi kelalaysiz? Qishda qor telib yoki chang'iliq kelsingizmi bo'ladi? Tarjimondan. Bu tasvirdan qaraganda Pavel ishlamoqchi bo'lgan dasha Wisconsin dashasi Madison bo'lib, bu ko'ldal Madison ko'li. Bu maktab Amerika oliy maktablari ichida eng oldingi 20 ga tizildigan dangliq maktab bo'lib, meditsina va hayotlik ilmi sohasida nurg'un Nobel mukofot sohiblari chiqqan. Bu ko'l bu go'zal shaharning husniga husn qo'shib turdi. Bu tushkul o'xshaydigan xiyoliy bir manzara edi. Mushu nuqta meni qattiq silkidi. Bu bir tushlar xolos. Biz hargizmi Wisconsinga ko'chanmaymiz. Agarda bu 2 yilda kesilim ig'irlashib ketsa-chi, Lucy yolg'iz qoladi. Do'stlari va oilasidagilar yanida yo'q. Faqat o'lib ketadigan yo'ldoshi va holidan xabar oladigan bu vaqt bolasili qoladi. Mayli qancha inkor qilmay, Rakning hammani o'zgartirayotganini tonib yetdim. O'tgan necha oyda men rak kasalining oldidagi turmushga qaytishga butun kuchim bilan tirishdim. Bu kasalning turmushimga o'zgarish ib kelganligini inkor qilishga urindim. Ko'nglim g'alaba tuyg'usiga shunchalik muhtoj edi. Lekin burnimga mag'lubiyatli puraytdi. Rakning qarg'ishi meni g'alati bir jonliqqa aylantirdi. Men yaqinlayotgan o'limni ko'masga silib yurolmayman. Shundaqla uni saqlab o'ltirolmayman. Garchi Rakni davolashda urinishayotgan bo'lsa-mu, uning vahimasi yanada atrofni qoplaydi. Tunji qitim Stanforddagi xizmatimdan ayrilganda bir tajribaxonani yurgizishga oz degandimi 20 yillik plan ketadi deb tasalli bergan edim. Endi bildimki, bu qarshim haqiqatan to'g'ri ekan. Freud bir utuqliq nerv tadqiqotchisi sifatida kasbiy hayotini boshlagan. U nerv tadqiqotining yana oz deganda bir asr sarf qilganda ondan o'y fikrni tushunish orzusiga yetalaydiganligini bilganda mikroskopdan voz kechgan. Menmi o'xshash ahvolda qolgandek his qildim. Tadqiqot orqali nerv tashqi kasalliklar sohasini o'zgartirish bir maydon qimorga o'xshaydi. Men qo'yilgan diagnoz bu qimorda utish mumkinchiligimni ep ketgan. Qo'limdagi oxirgi pechkini tajribaxonaga tikkim yo'q edi. Emmaning ovozi quloq tuvimda yana anglandi. O'zingizga nimaning eng muhimligini tep chiqishingiz kerak, Pavel. Nerv tashqi kasalliklar sohasi va nerv tadqiqotining cho'qqisiga chiqish o'yimdan kessam, mening zoda nima qilg'im bordi? Dada, nerv tashqi kasalliklar doktori? O'qituvchi? Men bilmadim. Biroq, garchi nima qilg'im borligini bilmasam-mu, men bir narsani Hippokrat, maymunindis yoki o'slardan topqili bo'lmaydigan bir narsani o'rgangan edim. Doktorning burchi hargizmi o'limni kechiktirish yoki bemorni qayta hayotlikka erishtirish emas. Balki bemor va oilasidagilar krizisga duch kelganda ularni bag'rimizga elish, toki ular qaytadan qiyinchilikqa dodil yuzlanib, o'z mavjudligining ma'nosini tushunganga qadar hamroh bo'lish. Tashqi kasalliklar doktori bo'lish sifatim bilan faxrlanib ketishimning qilcha ahamiyati qolmagan edi. Garchi men mas'uliyatimni ado qilib, bemorni qutqizishni eng chong burchim hisoblasam-mu, bu faqatla vaqtlik ish. Bemorlar xatarlik vaqtdan o'tib ketgandan keyin asta-asta uyg'ondi. Naychilar bo'lsa, ilotiladi. Doktorxonadan chiqib, oilasidagilar bilan o'z turmushini davom etadi. Lekin hamma o'zgaradi. Doktorlarning so'zlari xuddi nerv tashqi kasalliklar doktorining pichiqi mengisining og'riqini pasaytgandek sizning qalbingizni tinchlantirdi. Ammo konu salohiyatimni menga qaytarib bermadi. U mening o'zimni yangidan yaratish iqtidorimni qo'g'dab qoldi. Men oxir o'zimning yangi meni tepishim kerakligini bilib yetdim.